Sizga nima qiziq? Og'riq qolsa bo'ldi, xotirjam yashasangiz bo'ldi. Artrit o'zi nima? Artroz nima? Revmatizm nima? Buning asosiy sabablaridan biri metabolizmning o'zgargan holati. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Ro'za-yu Ramazonlarda yaxshi chiqarib oldinglarmi? O'tib ketgan bayramlaringlar bilan. Ko'plab savollar keldi, ko'plab mavzular va qo'ng'iroqlarga asoslanib, sizlar bilan bugun ko'proq suyak, ya'ni bo'g'im kasalliklari haqida gaplashib chiqmoqchiman. Qarang, ko'pchilik inson revmatizm nima, artrit nima, artroz nima ekanligi haqida to'liq ma'lumotga ega emas ekan. Hamma yo'lda revmatizm deyishar ekan. Yo'q. Har bitta kasallikning o'zining kelib chiqishi va o'ziga yarasha alomatlari bor. Lekin biz bunga hech qanday e'tibor bermaymiz. Hammasiga bir xil og'riq qoldiruvchi dori, bir xilda ana shu kerakli ukollarni olib yuraveramiz. Lekin u yerdagi kasalliklar har xil u. Sizga nima qiziq? Og'riq qolsa bo'ldi, xotirjam yashasangiz bo'ldi. Lekin u yerdagi ayni kasallik o'zi nima, qay tomonlama shakllanyapti, ertaga nima bo'ladi degan savollarga javob to'g'ri qiziq, lekin uni tagiga yetish degan narsadan quruq qolib ketyapmiz. Qo'pol qilib aytganda, oyog'ingiz og'risa, ertalab turganda qotib qolsa oyog'ingiz yo boshqa holatlar bo'lsa, yoki yurganingizda g'ars-g'urs etib qirsillasa nima qilamiz? Maza olamiz. Doktordan ko'ra o'zimiz aqllimiz-ku, doktor bo'lib qolganmiz hozirgi kunda. Shunday boramizda, yo bo'lmasa qo'y yog'ini surkaymiz, yo bo'lmasa mazza olib surkab yuraveramiz. Shuncha narsani qilganimiz bilan suyakning ichidagi tog'aylarni yemirilishdagi holati hech qachon to'xtab qolmaydi. To'g'ri, sizga og'riq bermasligi mumkin, qiynalmasligingiz mumkin, lekin u jarayonda davom etaveradi. Shuning uchun azizlar, kelinglar bugun sizlarga aniq va lo'nda qilib tushuntirib beraman. Artrit o'zi nima? Artroz nima? Revmatizm nima? Agar mana shuni tushunib olsak, kasalliklarimizga yechim topish osonroq bo'ladi. Artrit o'zi bu qanday kasallik? Artrit bu asosan yallig'lanish hisoblanadi. Ya'ni qanday yallig'lanish? Ertalab turganingizda oyog'ingiz qotib, og'rishni boshlaydi. Ushlaganingizda oyog'ingiz qizib ketgan bo'ladi. Agar mana shu jarayon eng kam 30 daqiqadan oshyaptimi, demak sizda eng asosiy muammo bu artrit. Yana artrit yana bitta ko'rinishi bor, oyoqlar shishni boshlaydi. Ko'pchilik bu buyrakdagi muammo bilan artritni ajrata olmaydi. Yaxshilab tushunib oling shu narsani. Artritda oyoqlar ishganda suyagingizga qo'shilib ishish jarayonlari bo'lishi mumkin. Lekin buyragingizdagi muammo orqali oyoq ishadigan bo'lsa, teringizga mana shu qo'lni mana shunday qilib qattiq etib bitta qo'yib yuborsangiz, bu ichkaridan ko'karib yana qaytib chiqadi. Bu buyrakdagi muammoda. Boshqa holatda ezganingizda, boshqa bo'lganda og'rish holati kuzatilsa, demak bu artrit. Buyrakdagi holatlarda oyoq shishganda deyarli og'riq sezmaysiz. Lekin artritda bu narsa yaqqol bilinib qoladi. Misol uchun, buyrak suyuqligi pastga o'tib ketib, oyoqlarda shish paydo bo'lganda, homiladorlar juda yaxshi biladi, oyoqlar og'rimaydi, lekin ishib ketadi. Tug'ruqdan keyin yana o'z holiga qaytib qoladi. U yerda og'riq deyarli bo'lmaydi, sezmaydi ham. Lekin artritda bunday jarayonlarda og'riq yaqqol bilinib turadi va oyoqlaringiz qizigan holatda turadi. Demak, sizda mana shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, demak sizdagi asosiy muammo bu artrit. Endi siz artritni qanday yechimlar bilan hal qilish haqida izlanganingiz ma'qul bo'ladi. Ikkinchisi, artroz. Artroz kasalligi asosan yosh kattalarda va yoshlarda ham hozirgi kunda keng tarqalmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri bu metabolizmning o'zgarishi, ya'ni tez vazn olish. Hozirgi kunda juda ko'p yoshlarda vazn yig'ish jarayoni o'ta tezlashib ketyapti. Hattoki yoshlarda ham qanday tushuntirsam bo'ladi? Yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish evaziga tez xom semirib ketishyapti. Ya'ni yog' bosish, xolesterin ko'payish holatlari vujudga kelyapti. Va buni evaziga yosh turib artroz kasalligiga uchragan yoshlarni kuzatishimiz mumkin. Hozirda lekin yosh kattalarda 70-80% uchrayapti. Ya'ni ortiqcha vazn evaziga suyaklarga keraksiz og'irlik tushyapti. Va buni evaziga artroz kasalligi kundan kunga rivojlanib ketyapti. Artroz o'zi nima? Artroz bu suyaklarning ichidagi tog'aylarning yemirilishi. Ya'ni u yerda o'tadigan jarayon sekinlashishi evaziga u yerdagi mana bu suyaklar bir-biriga tez tegishni boshlaydi. Va buning evazidan sizda og'riqlar paydo bo'ladi. Biz nima qilamiz bunaqa vaqtda? Qo'y yog'i yoki mazza surkaymizda bo'layotgan og'riqni vaqtinchalik kamaytiramiz. Lekin tog'aylarning ichidagi yemirilishda e'tibor qaratmaymiz. Juda ko'p yosh katta onalarimiz keladi, vaznga e'tibor bermaydi. Mana shu oyog'imni tezroq tuzatib ber bolam deydi.
Bir narsani tushuning. Yaxshilab tushunib olinglar, yosh kattalar. Vaznni yo'qotish evaziga tanangizdagi og'irlik pasaygani sari yurishda ham, bo'g'imlardagi holatlari ham yengillashishni boshlaydi. Uning uchun eng avvalo oyoqni tuzatish emas, vaznni to'g'rilash kerak. Vazn o'zgargandan keyin artroz kasalligini yengib chiqishimiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun artroz kasalligiga chalingan insonlarga birinchi maslahatim, birinchi navbatda vazn holatini yaxshilash. Keyingi jarayonlarda esa artroz, ya'ni tog'aylarni yaxshi bo'lishi uchun o't qopini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Yuqorida o't qopi haqida video qo'yganmiz. Uni batafsil ko'rib, to'liqroq ma'lumotga ega bo'lib olishingiz mumkin. Keyingi ma'lumotlar, ya'ni revmatizm haqida gaplashamiz. Revmatizm xuddi artritga o'xshab bir xil jarayon davom etadi. Lekin revmatizmda shamollash insonlarda kuchliroq bo'ladi. Ya'ni bu qanday holat? Ya'ni ichki organizmimizdagi ham shamollashlar kuchli bo'ladi. Bu shamollash suyak-suyagimizgacha, qon tomirlarimizgacha va ichki organizmlarimizgacha shamollash o'tib ketgan bo'ladi. Mana shu holat revmatizm deb ataladi. Revmatizmda juda ko'p kasallik, ya'ni butun tana birdaniga shamollash vujudga keladi. Buni issiq vanna qilish, boshqa orqali qutulishingiz mumkin, lekin tanani birinchi navbatda qondagi shamollashni oldini olmasangiz, hammasi bekor bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda revmatizm bo'lgan insonlar qondagi shamollashni tekshirtirgani afzalroq bo'ladi. Revmatizm kasalligi, ya'ni shunaqa murakkabki, uni birdaniga oldini olish biroz qiyin bo'ladi. Uning uchun eng avvalo turmush tarzingizni o'zgartirishingiz kerak. Sizga keraksiz bo'lgan sovuq holatlardan voz kechish kerak. Revmatizm kasalligi tanaga tushgan mikroblar asosida immunitet bilan bevosita kurash vujudga keladi. Bu kurash orqali tanada yallig'lanishlar ko'payishni boshlaydi. Ya'ni sizdagi immun tizimi slabi, ya'ni kuchsiz ekanligi uchun mana shu keraksiz mikroblarga yengilishni boshlaydi. Mikroblar orqali yallig'lanish ko'payishi vujudga keladi. Mana shu shamollashlar va yallig'lanish orqali tanalarda shishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Misol uchun mana yosh kattalar juda ko'pida kuzatamiz, qo'lini suyaklari qiyshiq o'sib qoladi yoki mana shu yerlarda shishlar paydo bo'ladi. Mushqiganda mana bu suyak katta emas, oldingi suyak katta holatlar vujudga kelib qoladi. Mana shu revmatizmda o'sha suyakgacha bo'lgan holatda shamollaganligini dalolati hisoblanadi. Endi uni davolash uchun birinchi navbatda qondagi shamollash holatlarini yo'qotish va undan keyin kerakli lecheniyalarni olish tavsiya qilinadi. Bitta hojayamiz keldi, vazn 105 kilo. Eng qizig'i, hassada zo'rg'a yuradigan inson, tushuntirdik. Mana bu tog'aylar o'sha qiyshaygan, oyoqdagi holatlar ochilgandan keyin vazn yo'qolish boshlash kerak. Keyin harakatingiz yaxshilanadi dedik. U insonda ham artroz kasalligi juda yuqori holatda, ya'ni har yurganda bo'g'imlar qirsirlaydi, har yurganda og'riq kuchli. Keyingi videolarimizda bu insonning o'ziflarini qo'yamiz, kuzatishda davom etinglar. Va u insondan o'zif olganimizda aytayaptiki, rahmatulloh deyapti, otga chiqib tushganimdan keyin hassaga ehtiyojim qolmadi deyapti. Ya'ni nimani hisobiga? Mana bu umurtqani orqa pog'onasi bo'lsa, quymish deb hisoblasak, quymushda artroz kasalliklarda shunday bo'ladiki, bu bir-biriga yopishib ketadi. Ya'ni harakatsizlik evaziga, vaznni evaziga bu bir-biriga yopishadi-da, oyoqlardagi harakat kamayib qoladi. Endi biz ot mindirganda nima bo'ldi? Majburiy ravishda otga chiqqandan keyin insonda oyoqlari ochilishi kerak. Ochilish evaziga mana shu yerdagi quymushlar o'zaro bevosita ochilishga majbur bo'ldi. Va bu ochilishini evaziga hojayamizda harakatlanish juda ham yengillashdi. Bu bilan nima demoqchiman? Buni ham birdaniga ochib yuborsak bo'lardi, quymuchini yo'q, vaqt kelib sekin ochildi. Ya'ni ko'pchilik hozir ko'ryapti, bo'ldi, meni quymuchim ochilsa yaxshi bo'lar ekan deb spagat ochib yubormaylar. Unga ham tayyorlanish kerak. Oyoqdagi muskullar bo'shashi kerak, mashqlar qilinishi kerak. Bu hojayalar ham bu natijaga erishish uchun mehnat qilishdi. Yig'lagan kunlari bo'ldi. Ikkinchi qavatda mashg'ulot o'tamiz, ikkinchi qavatga chiqquncha 2-3 marta dam olib keyin chiqardi. Muolajalardan keyin hozirgi harakati shunday bo'ldiki, bemalol harakatlanyapti. To'g'ri, biz bilan sizga o'xshab turib dadil yurmayotgandir, lekin hassaga bo'lgan ehtiyoji kamaydi. Bu o'zi uchun ham xursand. Aytayapti, rahmatulloh, yengilman, tushunyapsizmi deyapti. Lekin 105 kilo inson, lekin yengilman deb ta'rif beryapti. Demoqchi bo'lganim, siz ham mana shu bo'g'imlaringizni harakatga tushirganingizdan keyin, mashqlar qilgandan keyin suyak bo'g'im holatlari yumshashni boshlaydi va kerakli jarayonlardan so'ng, mashg'ulotlardan so'ng bemalol harakatlaringizni yengillashtirishingiz mumkin. Bu bilan oddiy qilib aytganda, hech bo'lmasa ertalab bomdoddan oldin yoki namozdan keyin 2-3 kilometr yayov yuring. To'g'ri, qiynalasiz, hassa bilan yurarsiz, lekin mana shu ozgina harakat ham sizni tanangizni tiklanishi uchun juda katta yordam bo'ladi. Buning uchun esa faqat harakat qilishimiz kerak.
Mana sizlarga bugun bo'g'imlar haqida qisqacha ma'lumotlar yetkazishga harakat qildik. Jamoa bilan sizlarga imkon qadar kerakli ma'lumotlarni izlashga harakat qilyapmiz. Ko'rib turganingizdek, sizlar uchun ma'lum bir holatlarni yozyapmiz. Kerakli ma'lumotlar axtarilyapti. Sizlardan iltimos, agar kimdadir yana qandaydir savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa kommentariyada o'z izohinglarni yozib qoldiringlar. Kimni yana qanday muammolar qiynayapti? Mana shular haqida yozib ketinglar.